Assalomu alaykum xo'jaying. Assalomu alaykum. Bahromjon, ishlar yaxshi ketyaptimi? Ha, yaxshi ketyapti. Xo'p, yangi kelgan mollarni qabul qildingizmi? Ha, keyingi yonimizdagi do'konga hammasini tushirib qo'ydik. Keldi, qabul qilib oldik. Bahromjon, bu zakasda nima bo'lyapti? Zakasida keldi o'sha katta partiya bugun mana yarmini tushirib, o'sha siz aytgandek narxlarni arzonlashtirib, yopishtirib chiqamiz. Hamma narxlarni shu bugungi kelgan yangi mollar hammasi yarmini narigi ikkinchi do'konga jo'natdik, joylashtirib keldik. Mana yangi mollar keldi bugun shular. Biz aytganimizdek qilib tayyorlab berishdi. Ha, o'shanaqa siz aytgandek qilib berdi. Ha, yaxshi. Kelayotgan xaridorlarga chiroyli muomala qilinyaptimi? Shunaqa xo'jaying. Ha, rozi bo'lib ketyapti. Savdoda muhimi muomala. Xo'p bo'ladi xo'jaying. Bundan keyin kelayotgan mijozlarga albatta narxlarini minimal darajada past qilib, imkon darajasida yordam qilib tushirib beringlar. Xo'p bo'ladi xo'jaying. Xo'p. Xo'p, mayli, charchamanglar. Xo'p xo'jaying. Qaytgancha Bahromjon, xodimlar o'z vaqtida ishga kelyaptimi? G'iyos xohlasa keladi, xohlasa kelmaydi xo'jaying. Kerak emas bizga, bo'shatib yuboring. G'iyosiddin Mirzomi? Ha, birozdan so'ng xonamga kirsin. Xo'p bo'ladi xo'jaying. Xo'p. Xo'p. G'iyos, O Bahrom aka. bu yoqqa qaror. O Bahrom aka. U qachongacha sen orqangdan gap eshitib yurishim kerak emas xo'jayindan. Xohlasang kelasan, xohlasang kelmaysan, kecha ham kelmading. Bahrom aka vaziyatni tushuntirdim aka. Muammo saniki, xo'jayinning oldiga kirib chiq, chaqiryapti seni. Qachongacha senlar orqangdan gap eshitib yurishim kerak. Bor, xo'jayin chaqiryapti, xonasiga qarab. Kiring. Assalomu alaykum. Keling G'iyosiddin Mirzo. Chaqirtirgan ekansiz xo'jayin? Ha, keling G'iyosiddin Mirzo, chaqirtirdim sizni. Assalomu. Keling G'iyosiddin Mirzo. Yaxshimisiz? Qani, o'tiringchi. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. 4 kundan beri ishxonada ko'rinmaysiz. Nimaga? Oilaviy sabablar, muammolar bor. Onam ozgina masalari yo'q. Nima bo'ldi onaxonga, tinchlikmi? Shu ozgina dardlari og'ir. Chet elga olib borib davolatmasam bo'lmasa. Shunga pul topish maqsadida 2-3-4 kun kela olmay qoldim. Shu darajada og'irmi ahvol? Shunaqa. Qachon borasiz? Bu ish agar og'ir bo'ladigan bo'lsa, kechiktirib bo'lmaydi, tezlashtirish kerak bo'ladi. Shuni harakatida yuribman. Uyimni zalovga qo'yib pul olib Bu ishingiz endi onangiz uchun to'g'ri. Lekin biroz yetmabsiz menga. G'iyosiddin Mirzo, manba boshlanishga. Yo'q xo'jayin, men ola olmayman, qaytara olmayman xo'jayin. Men buni siz uchun emas, onangiz uchun beraman. Rahmat. Rahmat xo'jayin. G'iyosiddin Mirzo, qaniydi xasta bo'lsa ham, onam bo'lsa, onangizni davolattiring. Nima yordam kerak bo'lsa, imkoniyatim darajasida yordam qilaman. Bu yoqdan xavotir olmang. Rahmat. Rahmat xo'jayin. Bolam, ahvolimni ko'rib turibsan. Agar menga bir gapday bo'lsa, Allohga omonatsan. برای این دیوانه سفر کنی نشد که بار به حال من به حال این ویرانت نظر کنی نشد بیایی عاقبت نشد برای عاشقت خطر کنی شد به وقت رفتنت مرا هم از نبودنت خبر کنی آرام آرام نشستی در دل
کنارم نامهربان ای بایزید همه بی پایان ko'nglim qani to'lsaydi go'dak qalbim diydor qumsaydi sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi yarim ko'nglim qani to'lsaydi go'dak qalbim diydor qumsaydi sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda